Annyeong 여러분, bugungi videoda koreys tilida koreyslarda gaplashishingizga yordam beradigan top 3 ta tipni o'rgataman. Uchinchisi eng muhimi. O'shaning uchun oxirigacha ko'ringlar. Uchinchi tip o'zimni topik 6 daraja olishimgacha yordam bergan. Xo'sh, birinchisi koreys tilida eng ko'p ishlatiladigan grammatika va so'zlarni qidirib ko'ring va yodlang. Agar kerak bo'lsa, keyingi videomda shu haqida qo'yaman va PDF ni ham tayyorlab qo'yaman. Agar kerak bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Bu nimaga yordam beradi? Chunki har bitta tilda qayta-qayta ishlatiladigan ko'p so'zlar bo'ladi. O'shalarni yodlash orqali bemalol kunlik koreys tilida ishlatishingiz mumkin va ko'chaga chiqib koreyslar bilan small talk, qisqacha salomlashib, keyin magazin yoki biron joylardan savdo qilib, oddiy kunlik hayotingizda bemalol muammolarsiz yashashingizga yordam beradi. Ikkinchisi, o'qing. Любой mavzu. O'zingiz qiziqqan bo'lishingiz kerak va o'zingiz darajangizga mos bo'lishi kerak. O'qish nimaga yordam beradi? O'qish tezroq harflarni tanib, o'qish tezligingizni oshirishga yordam beradi. Agar siz universitetda yoki til kursida o'qiyotgan bo'lsangiz, o'sha yerda beriladigan kitoblardan o'qisangiz bo'ladi. Agar mustaqil koreys tilini o'rganayotgan bo'lsangiz, til o'rganish kitoblaridan tashqari o'zingiz qiziqqan mavzularda, masalan, ovqat pishirish yoki adabiy kitob yoki kichkina anime, manhwa kitoblarni o'qisangiz bo'ladi. Xullas, o'zingiz yoqtirgan va eng muhimi kichkina bo'lishi kerak. U kitob o'qiganingizda bilmagan so'zlaringiz 5 yoki 6 ta chiqishi kerak. Ko'p chiqishi kerak emas. Agar ko'p chiqadigan bo'lsa, demak, u sizning darajangiz emas. Keyin unaqa ko'p chiqadigan bo'lsa, keyin o'qishni ham xohlamay qolasiz, motivatsiyangiz tushib ketib qoladi. Uchinchisi, eshiting va gapiring. Любой YouTube, Instagram, TikTok, Netflix, hamma narsani koreychada ko'ring. Koreys kinolar ko'ring, koreychada koreys blogerlarni kuzating, Instagramda koreys influencerlar, koreys tilida gapiradigan odamlarni. Asosiysi o'sha koreys tili ona tilisi bo'lgan odamlarni kuzating, chunki bu sizga to'g'ri talaffuz qilishni o'rgatadi, keyin koreys tilini to'g'ri o'rganishni o'rgatadi. Keyin masalan, YouTube'da video ko'rsangiz, koreys videosini ko'ring, keyin to'xtatib, orqasidan o'zingiz ham qaytaring. Bu sizga talaffuzingizni yaxshilashga yordam beradi. Keyin o'zingiz qiziqqan mavzuda YouTube ko'rgandan keyin bilmagan so'zlaringizni tarjima qiling. Qayta-qayta o'sha so'zlar yodib bo'lmagungacha videoni ko'ring. Shunda o'zingizga lug'at boyligingiz oshadi, ham qiziqqan sohangiz yoki narsa bo'yicha ma'lumotga ega bo'lasiz. Keyin eshitishingiz yaxshi bo'ladi va u videoni orqasidan qaytarib, o'zingiz ham talaffuzingiz yaxshilanadi. Keyin koreyslarning tempiga tushib olasiz. Chunki universitetda koreys tili o'rgatadigan ustozingiz yoki ko'chada ko'rishgan koreys do'stingiz sizni chet elligingizni bilib turib, atalabdan sekin gapiradi. U YouTube'dagi yoki Instagramdagi koreyslar bo'lsa, o'zini tempida, o'zini tezligida gapirgani sababli o'sha tezlikka tushib olsangiz, siz ham keyinchalik o'sha tezlikda bemalol gaplashib, o'sha tez gapiradigan koreyslarni ham bemalol tushunib oladigan bo'lasiz. Chunki quloqlaringiz o'rganadi o'sha koreys tiliga. Bu ham topic listeningingizni oshirishga juda ham yordam beradi. Men bitta o'shanda 80 dan baland olganman listeningdan. Xullas, bugungi tiplarim tugadi va keyingi videolarni nima haqida qiling, agar qiziqqan mavzular bo'lsa, kommentariyada qoldiringlar. Komment qoldiringlar, men o'qib keyingi videolarni xudo xolasa qilaman. Annyeong 여러분.